Assalomu alaykum, hurmatli kitobxonlar. Men sizlarga hech bir inson yo'qki, uning misralaridan mehr-muhabbat hissini tuymagan. U shunday iste'dodli shoirki, uning har bir she'rida xalqning quvonch va iztiroblari, orzu va armonlari madh ettirgan. O'zbekistonning ardoqli shoiri Muhammad Yusufning Xalq bo'l ilm deb nomlangan to'plami bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Ushbu to'plamda xalqiga, vataniga cheksiz sadoqat va fidoyilik mavzusi asosiy o'rinni egallagan. Bundan tashqari, shoirning turli davrlarda bitilgan eng sara she'rlari, dastonlari kiritilgan. Xalq bo'l ilm. Ushbu she'rida inson va hayot, ona vatan tushunchalari mujassamlashgan. Shoir she'rlari orqali odamlarning unda yozgan qadriyatlarimizni, millatimizni asrab-avaylashga chorlaydi. Qadim yurtga qaytsin qadim navolarim. Qumlar bosib qurmasin daryolarim. Albomishga alla aytgan mamolarim. Ruhini shod etay desang xalq bo'l ilm. Dunyoga boq, qaddi sendek kim bor yana? Dovrug'i ham dardi sendek kim bor yana? Xalq bo'lishga qaddi sendek kim bor yana? Mozini yod etay desang xalq bo'l ilm. Sen tebratgan beshigingni sohib Qur'on. Sening bo'lar yulduzlarga qo'ygan narvon. Bir mayizni qirqqa bo'lgan bir tanujon, kunlaringga qaytay desang xalq bo'l ilm. Xulosa qilib shuni aytishim mumkinki, ona vatanimiz, muqaddas tuprog'imizni o'z she'rlarida aks ettiruvchi sevimli shoirimiz Muhammad Yusufning Xalq bo'l ilm nomli to'plami muxlislariga, siz aziz kitobxonlarga munosib tuhfa bo'ladi degan umiddaman.